Bizda hozir modaga chiqqan kosmetologlar chayni soda, limon bir narsalarni reklama qilishadi. Shunaqa qilsanglar zo'r bo'ladi. Zo'r bo'lmaydi. 100 kastrulka emas, qozon emas. Biza sovet paytida kichkinaligimizda o'sha chayni soda bilan gazlarni tozalardik. Zo'r bo'lmaydi, yomon bo'ladi. Shunaqa shijashi уход qilish kerak yuzga. Chunki bizani yuzimiz bilan badanimizni pH balansi ham har xil, qalinligi ham har xil. Yuzimni qarang, chayni soda bilan limon qurdim, qizarib, achishib yomon bo'lib ketdi. U ustidagi himoya qavatini prям dabdalasini chiqarib yuborganda. Uni восстановить qilishni ayting. Kimdadir bir haftada. Mani bitta patsientim 6 oyda восстановление bo'ldi. U qanaqa восстановить qilamiz? Kremlar уже любой krem sururganidan achib, qizarib, reaksiya berib yuboryapti. 2 haftalik men nulovoy terapiyaga o'tkazaman. Вообще hech narsa. Butilkali suvda yuvadi, bo'ldi. Nulovoy terapiya deydi. Bizning immunitetimiz o'zi shu 2 haftaning ichida yordamlashadi, o'zi ishlashga harakat qiladi. Bu degani endi уход tashlab qo'yish kerak degani emas. U 2 haftadan keyin yana barib boshlanadi. Уже ancha kamayadi-da, achishlari, qizarishi. Chunki gormon sursa ham reaksiya berib yuboradi-da. Hammasi yeyishimizga, ichishimizga, uyqumizga bog'liq.